Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglovchi do'stlar. Biz mərhum tarixchimiz Turg'un Almas Əpəndi yazgan Uyg'urlar degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda arablarning islom dinini qabul qilgandan keyingi kengaymichiligi va eng oxirida O'rta Osiyoga kelgan yeri gap to'xtagan edik, endi davomini o'qiymiz. Yuqorqi ahvollar arablarning O'rta Osiyoga besib kirishi uchun nihoyat obdan sharoit yaratib berdi. Miladining 674-yili Xalifa Muaviya tarafidan avatilgan Abaydullah ibn Ziyad Amu daryodan o'tib, O'rta Osiyoga besib kirdi. U Baykent va Buxoroni oldi. Bu shaharlardan nihoyat nurg'un boylik, oltin, kumush va asirlarni ilib Marviga qaytdi. Miladining 676-yili Said ibn Osmanning Buxoro va Sug'diyananing boshqa shaharlariga qilgan yurishlari arablarning O'rta Osiyoni besib olish uchun bosgan jiddiy qadami bo'ldi. Said ibn Osman Buxoroni besib olgandan keyin Samarqandga qarab mangdi. Bu yurish g'alaba bilan oyoqlashdi. U nihoyat nurg'un qimmat baholiq o'ljalarni qo'lga tushirgandan tashqari 30 ming kishini asir qilib akatdi. Arablar Yazid, Muaviya, Marwan, Abdul Malik qatorli xalifalarning davrida O'rta Osiyoni uzil-kesil to'liq besib olishni amalga oshira olmadi. Bu ishni arablarning Xorason, ya'ni Eronning sharqiy shimol qismiga tayinlangan noiblari, bosh valilari o'rindishi lozim edi. Rabi ibn Ziyad, Abdullah ibn Hazim, Umayyan ibn Abdullah, Yazid ibn Muxolib qatorliq noiblarning hech biri bu ishning hudisidan chiqolmadi. Buningga bo'ysundirilgan xalqlarning arablarga qarshi ko'targan qo'zg'olonlari va O'rta Osiyo xalqlarining arablarga qattiq qarshilik ko'rsatganligi, shuningdek arablar ichida yuz bergan keskin ichki ziddiyatlarga sabab bo'lgan edi. Arablar Valid 1, Sulaymon, Umar 2, Yazid 2, Hisham, Valid 2, İbrahim, Marwan qatorli xalifalar davrida taxminan 50 yil vaqt sarf qilib O'rta Osiyoni bo'ysundira olmadi. Arablarning O'rta Osiyoni bo'ysundirishi nihoyat uzunga so'zilgan urushlar orqali bo'ldi. Miladining 682-yili Sharqiy Turk qag'onligi qaytadan vujudga keldi. G'arbiy Turk qag'onligi miladining 700-yillariga kelganda xeyli jonlanib qoldi. Sharqiy Turk qag'onligi bo'lsin, G'arbiy Turk qag'onligi bo'lsin, arablarning O'rta Osiyoni besib olishiga yo'l qo'ymaydi. Agar O'rta Osiyo arablar tarafidan besib olingan bo'lsa, turklar bo'libmi G'arbiy turklarning O'rta Osiyodagi siyosiy o'rni yo'q bo'ladi. Yoki o'zlari arablarga qaram bo'lib qoladi. Bundaq ahvolning yuz berishidan ansirgan turklar O'rta Osiyo xalqlarining arablarga qarshi ilib borgan kurashlarining oldingi qatorida turdi. Shuning uchun arablar O'rta Osiyoni bo'ysundirishda nihoyat qattiq qarshilikka uchradi. Xalifa Valid Qutayba ibn Muslimni Xorasonga naib qilib tayinladi. Uningga yuklangan vazifa O'rta Osiyoni bo'ysundirish edi. Miladining 709-yili Qutayba Buxoroni besib olish uchun cho'ng qo'shinni boshlab Marvidan yo'lga chiqdi. Dal shu chaqda Sharqiy Turk qag'oni Qapag'on O'rta Osiyoliklarning yordam talab qilganligini nazarga ilib, Ko'ltekin boshchiligidagi Sharqiy Turk qo'shinlarini Qutaybaga qarshi mangdirdi. Ko'ltekin Qutlug' iltirish qag'onning o'g'li, Qapag'on qag'onning jiyani bo'lib, tarixda nihoyat yuqori shuhrat va obro'y qozongan atoqli qahramon edi. 22 yoshlik Ko'ltekin Sharqiy Turk qo'shinlarini boshlab O'rta Osiyoga qarab yo'lga chiqqanda, uningga qiyin otisi atoqli harbiy sarkarda Sharqiy Turk qag'onligining bosh qo'mondoni Tunyuquq hamroh bo'lgan edi. Ko'ltekin qo'mondonligidagi Sharqiy Turk qo'shinlari Qutayba boshchiligidagi arab qo'shinlari bilan bo'lgan urushda mag'lub bo'ldi. Ko'ltekin qaytib ketdi. Qutayba Buxoroni besib oldi. Miladining 712-yili Ko'ltekin qo'mondonligidagi Sharqiy Turk qo'shinlari ikkinchi qitim O'rta Osiyoga keldi. Bu chaqda Qutayba Sug'diyananing yuriki bo'lgan Samarqandni besib olish uchun yurish boshlagan edi. Boshda Sharqiy Turk qo'shinlari bilan arablar orasida bo'lgan urushda Qutayba mag'lub bo'lib chekindi. Dal shu paytda Qapag'on qag'on Ko'ltekinni O'rta Osiyodan chaqirtib oldi. Bu voqeaga Sharqiy turklarning tog' sulolasi bilan bo'lgan munosabatining nihoyat yomonlashganligi sabab bo'lgan edi. Ko'ltekinning O'rta Osiyodan ketishi Qutaybaning Sug'diyanani besib olishiga hal qilg'uch rol o'ynadi.
Qutayba milodining 712-yili Sug'dilarning poytaxti Samarqandni olgandan keyin Farg'onada urush harakatlarini ilib bordi. Hatto Qashqargacha besib bordi, lekin Qashqarni ololmay mag'lub bo'lib qaytdi. Qutayba milodining 715-yilga kelguncha arablarning O'rta Osiyoni uzil-kesil besib olishiga asos soldi. Arablar Mavara Unnah yerini butunlay besib ololmagan bo'lsa-mu, ammo bu vaqtga kelganda Zarafshon, Qashqa daryo vodlarini va Xorazmni besib olgan edi. Xalifa Valid o'lgandan keyin xalifa bo'lgan Sulaymon bilan Qutaybaning munosabati yomonlashdi. Sulaymon o'ziga qarshi bo'lgan Hajjajning tarafdorlarini yo'qotishga kirishgan edi. Hajjaj tarafdori bo'lgan Qutayba Sulaymonga bo'ysunishdan bosh tortdi. Lekin o'zi milodining 715-yili Farg'onada qo'zg'olon ko'targan arab qo'shinlari tarafidan o'ldirildi. Arablar Qutaybaning o'limidan keyin Sulaymon, Umar 2, Yazid 2, Hisham, Valid 2, İbrahim, Marwan qatorliq kishilar xalifalik taxtida o'tirgan 35 yil ichida G'arbiy turklar boshchiligidagi O'rta Osiyo xalqlari bilan nihoyat uzunga so'zilgan urushlarni elib bordi. Arablar oxiri g'alaba qildi. Shu mezgilda yuz bergan tarixiy hodisalarning qisqacha tasviri mundaq. Arablar O'rta Osiyoni bo'ysundirishda qilich va qamchidan iborat bo'lgan zo'rliq vositalaridan foydalangandan tashqari boshqa vositalarni qo'llandi. Bu boshqa vosita musulmon bo'lgan yerlik aholidan siliq, ya'ni bu jon siliqi bilan yer siliqini o'z ichiga oladi. Olmoslik siyosati edi. Bundaq siyosatni ba'zi bir arab xalifalari ijro qilmoqchi bo'lsa-mu, Xurosonga qo'yilgan arab noiblari uni ijro qilmadi. Arablarning siliq siyosatidan norozi bo'lgan O'rta Osiyoliklar o'z mustaqilligini saqlab qolish uchun G'arbiy turklarning qog'oni Suluxonning yetakchiligida arablarga qarshi keskin kurashlarni ilib bordi. Milodining 717-yildan boshlab G'arbiy turklarning davomi sifatida Turkash qog'onligi qurilgan edi. Turkashlar aslida G'arbiy turklarning 10 o'q qabilasi ichidagi bir qabila bo'lib, ular seriq turkashlar va qora turkashlardan iborat ikki shaqqa ayriladi. Suluxon seriq turkashlardan bo'lib, u milodining 717-yilidan 738-yilgacha G'arbiy turklarga qog'on bo'lgan edi. Suluxon qog'onlik taxtida o'tirgan mezgilda O'rta Osiyo xalqlarining arablarga qarshi birlashgan kuchlariga yetakchilik qilib, bir necha qitim g'alaba qildi va arablarning O'rta Osiyoni besib olishini necha 10 yil orqaga surdi. Bu voqea to'g'risida ikkala misol keltirish yetarlik. Milodining 728-yili O'rta Osiyo xalqlarining Suluxon yetakchiligidagi birlashgan kuchlari arab qo'shinlarini nihoyat ko'p joylardan qo'g'lab chiqardi. Faqat Samarqand qatorliq joylarla arablarning qo'lida qoldi. Milodining 737-yili O'rta Osiyo xalqlarining arablarga qarshi kurashi nihoyat keskin va keng ko'lamda bo'ldi. Bu qitimqi urushda Xottaliyan, hozirgi Tojikistonda bo'ldi. Shu urushga qatnashgan arab qo'shinlariga Xuroson va Mavara Unnahriga ikkinchi qitim noib bo'lgan Asad ibn Abdullah yetakchilik qildi. O'rta Osiyo xalqlarining birlashgan kuchlariga Suluxon yetakchilik qildi. Suluxon yetakchiligida qo'shinlar turkashlar, qorliqlar va Sug'di, Toshkent, Xottaliyan xonlari boshchiligidagi O'rta Osiyoliklar bor edi. Boshda Suluxon boshchiligidagi birlashgan qo'shin ustun keldi. Urushning oxirida arablar g'olib keldi. O'rta Osiyoni bo'ysundirishda G'arbiy turk qog'oni Suluxonning qattiq qarshiligiga uchragan arablarning tarixchilari Suluxonni Sugak, Suqishqoq deb yozishgan. Arablar O'rta Osiyo xalqlarini bo'ysundirib musulmon qilish uchun nihoyat uzunga so'zilgan urushlarni ilib bordi. Arablarning g'olib kelishiga arablarning kuchlikligi emas, balki O'rta Osiyo xalqlarining mustahkam orqa terakka ega bo'lmaganligi va ittifoqsizligi sabab bo'ldi. Texmi aniqroq qilib aytganda, arablar O'rta Osiyoga besib kelganda, Sharqiy turk qog'onliqimi, G'arbiy turk qog'onliqimi intayin og'ir ahvolda qolgan edi. Bundaq ahvolni ularning ichki jihatdan ittifoqsizligi, tashqi jihatdan olganda Tang sulolasining turklarning ichidagi ziddiyatdan foydalanib, ularni yo'qotish uchun asrlar bo'yi to'xtamay ilib borgan urushlarining natijasi keltirib chiqargan edi. Shuning uchun Sharqiy turklarmi, G'arbiy turklarmi O'rta Osiyoni arablarning besib olishdan saqlab qolish uchun jiddiy va unumli holda kuch chiqara olmadi. Arablar O'rta Osiyo islom dinini kuchab targ'ib qilib, O'rta Osiyo xalqlarini musulmon qildi. 10-bob Qaraxonlar davlatining tashkil tepishi. Yog'milar.
Miladining 840-yili Sharqiy Uyg'urlarning ko'p qismi turli sabablardan ko'ra Pantekin boshlig'ida g'arbga, ya'ni asosan Tag'ri tog'larining shimoliy va janubiga ko'chgan edi. Tang sulolasi yilnomasi Uyg'urlar haqida qissada g'arbga ko'chgan Uyg'urlarni qarluqlar orasiga ketgan degan xotiralar bor. Ba'zi tarixchilar yana munda xotirlarga asoslanib, Qaraxonlar davlatining tashkil tepishni g'arbga ko'chgan mushu Uyg'urlarga bog'laydi. Meningcha, bu xil qarash ba'zi bir ishonchlik tarixiy faktlar tarafidan rad qilinadi. Tang sulolasi yilnomasi Turgashlar haqida qissada Pantekin boshlig'ida g'arbga ko'chgan Uyg'urlarning Qara shahar va Kuchaga berib makonlashganligi bayon qilinadi. Pantekin Qara shahar va Kucharda bir mezgil turib o'zini o'g'ishib olgandan keyin milodining 850-yilidan boshlab Turpan, Beshbaliq qatorliq joylarga bo'lgan hukmronligini tiklab, Uyg'ur Idiqut xonligini qurgan edi. Ishonchlik faktlarga asoslanganda, g'arbga ko'chgan Uyg'urlar Uyg'ur Idiqut xonligi. Bu xonlik milodining 850-yilidan 1335-yilgacha hukm surgan. Uyg'ur Ganju xonligi bu 870-yildan 1036-yilgacha hukm surgan. Qatorliq ikki Uyg'ur davlatining tashkil tepishida yetakchilik rol o'ynagan edi. Bu to'g'rida o'z navbati kelganda tafsiliy to'xtalamiz. Ko'pchilik tarixchilar tarafidan qabul qilingan ko'z qarash bo'yicha hukm qilganda, Uyg'ur Qaraxonlar davlatini tashkil qilishda Uyg'urlarning Yag'ma otliq qabilasi yetakchi rol o'ynagan. Shuni ta'kidlab o'tishga to'g'ri keladiki, ajdodlarimiz tashkil qilgan har qanday bir davlatga ularning tarkibidagi bir qabila yoki bir urug'idan chiqqan xonlar hukmronlik qilgan edi. Ulug' Hun Tangri qutlig'ida Latini, G'oyan, Shabu otliq 3 urug' Hun qabilalari ichida isil urug' hisoblanadi. Hun Tangri qutlug'i Latini urug'iga mansub edi. Yuqoridagi 3 urug' Hun Tangri qutlig'ida hukmron tabiqa edi. Hun Tangri qutlug'i o'z o'g'illarini G'oyan, Shabu urug'larining qizlariga uylantirdi. Qizlarini ana shu ikki urug'ning o'g'illariga yotliq qiladi. Boshqa qabila urug'lar bilan zodi quda bajiliq munosabatida bo'lmaydi. Chet el hukmronlari bilan siyosiy maqsadlarni asos qilgan qo'dilishish alohida bir ahvol edi. Ulug' ko'k turk qag'onligini Altay turklari ichidagi Osina urug'i tashkil qilgan edi. 200 yil hukm surgan ko'k turk qag'onligining taxtida Osina urug'idan chiqqan qag'onlar o'ltirgan edi. Ko'k turk qag'onligining familiyasi Osina bo'lib, ular o'z ismining beshiga Osinani qo'shib qo'llanadi. Masalan, Osina Tuman, Osina Muqan, Osina Qutlug' deganga o'xshash. Uyg'ur Urxun qag'onligini 10 Uyg'ur qabilalari ichidagi Yag'loqar qabilasining xonlari tashkil qilgan edi. Milodining 795-yildan boshlab qag'onlik qilish huquqi Yag'loqar qabilasidan 10 Uyg'ur qabilalari ichidagi Adiz qabilasiga o'tgan. Uyg'ur Urxun qag'onligining 17-qag'oni bo'lgan Ay Tangrida ulug' bo'lmish Olib Qutlug' Bilga qag'oni Adiz qabilasidan qag'onlikqa o'ltirgan tunji kishi edi. Milodining 795-yildan boshlab 845-yilgacha Uyg'ur Urxun qag'onligining taxtida Adiz qabilasidan chiqqan qag'onlar o'ltirdi. Buningdan qaraganda, Sharqiy Uyg'urlar orasidagi qabilaviy ayrimliklar asosan yo'qolib, ichki jihatdagi birlik kuchayganligi ma'lum. Jamiyat va taraqqiyot nuqtasini olganda undaq ahvol ilg'orliq edi. Uyg'ur Idiqut xalqining taxtida o'ltirganlarmi 10 Uyg'ur qabilalari ichidagi Adiz qabilasiga mansub shahzodalar edi. Uyg'ur Urxun qag'onligining qag'onlari, Yag'loqar va Adiz qabilasidan chiqqan qag'onlar o'g'illarini uylantirish, qizlarini yotliq qilishda 9 o'g'iz deb atiladigan Uyg'ur qabilalari ichidagi Boku qabilasi bilan qo'dilishadi. Uyg'ur Kangsu xonligini milodining 840-yili g'arbga ko'chgan Sharqiy Uyg'urlar ichidagi Yag'loqar qabilasidan bo'lgan shahzodalar tashkil qilgan edi. Hozir Gansu o'lgusining Sunan nahiyasida yashaydigan seriq Uyg'urlar ichida Yag'loqar degan odam ismi saqlanib qolgan. Ana shu paket seriq Uyg'urlarning milodi 840-yili g'arbga ko'chgan Sharqiy Uyg'urlarning avlodi ekanligini isbotlaydi. Tuanda Uyg'ur Qaraxonlar davlatini tashkil qilishda yetakchilik rol o'ynagan, Qaraxonlar davlatiga boshdan oxir hukmronlik qilgan Yag'malar to'g'risida qisqacha tushuncha beramiz. Yag'malar Uyg'ur qabilalari ichidagi nihoyat jangovar qabila bo'lib, ularning tarixi nihoyat uzun. Yag'ma deb atalgan Uyg'ur qabilasi G'arbiy Hunlar, ya'ni Shimoliy Hunlarning avlodi edi. Milodining 90-yildan boshlab 7 suda yashashga boshlagan Hunlarning
Boiban deb atilgan bir qabilasi milodining 450-yillardan boshlab tarixiy yilnomalarda tilga ilinmaydi. Boibanlar Ili daryosidan tortib Talas daryosi, Balqash va Issiqko'l atroflarigacha bo'lgan joylarda yashagan edi. 5-asrdan boshlab Boibanlar tarixiy yilnomalarda tilga ilinmagandan keyin uning o'rniga Yag'ma degan nom tilga ilinishga boshlaydi. Milodining 620-yili mana shu yag'malarning bir qismi G'arbiy Turk qag'oni Tun Yabg'u qag'ondan ranjib, sharqqa, ya'ni Sharqiy Uyg'urlarning qishig'a, hozirgi Mong'oliyaga ko'chgan. Shundaq bo'lsa-mu, yag'malarning asosiy qismi Issiqko'lning atroflarida, ya'ni Qashqarning sharqiy qismi buning ichida. Sharqiy yag'malar milodining 750-yil Urxun Mangut teshida tilga ilinadi. Miladi 10-asrda o'tgan noma'lum tarixchi tarafidan yozilgan Hududul Olam, ya'ni dunyodagi davlatlarning chegaralari nomli asarda 10-asrda milodining 960-yillari yag'malarning Yultuz, Tekaz, Kunas, Issiqko'l, Qashqar atroflarigacha bo'lgan joylarda yashaydiganligi, ularning Qaraxonlarning hukmron tabiqasi bilan bir urug'dan ekanligi aniq yozilgan. Milodining 840-yili yag'malarning sharqiy tarmoqi Mong'oliyadan g'arbga ko'chgan Uyg'urlarning Pantekin yetakchiligidagi qismi bo'lmasdan, balki boshqa bir tarmoqi bo'lib, ular Ili vodisi, Yetta suvdagi g'arbiy yag'malarga qo'shilgan. Milodining 840-yili g'arbiy yag'malarga qo'shilgan sharqiy yag'malar texmu kuchaygan. Yag'malar milodining 9-asrda Yetta suvning sharqiy janubiga siljib, Issiqko'lning janubiy, Qashqarning sharqiy va g'arbiy taraflariga berib makonlashgan. Yag'malar va boshqa turk qabilalariga qaraganda o'zlarining intayin jangovarligi bilan mashhur edi. Demisimi, Uyg'urlarning bu yag'ma qabilasi bekmi urushqoq, nihoyat botur, qaysar qabila edi. Yag'ma degan so'zning bulangchi degan ma'noda ekanligi tasodifiy emas. Mana shu yag'malar milodining 850-yili Qarluqlar bilan Chingillarni birlashtirib, Uyg'ur Qaraxonlar davlatini qurdi. Shunda qilib bu qitimliq o'qishimiz mushargach bo'ldi. Davomini kelgan qitim o'qiymiz. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.